Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati, G'ini Batur, Eli to'lqinlari qatorliq romanlar, Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyoz hojining ish faoliyatlari, shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning mushoirasi, Abdurahim O'tkirning Tova deyman Tova nomli she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni boshqa to'plarga va do'stlarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Hamdi anglaydiganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Ili to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism, 3-bob. Davomi. Uzoq vaqtdan beri mudofaada turayotgan dushmanning yaqindan beri tahdidi, hujumi ko'payayotganlikdan egallagan gumoniy dalillarni doklad qilish uchun polik shtabi joylashgan Zimlankaga batalyon komandiri Anvar kirib keldi. Yo'ldosh komandir, dedi u hurmat bilan o'ng qo'lini cheksiga ilib, yangidan yuz berayotgan ahvollarni doklad qilish uchun keldim. Rahat, qani so'zla. Yaqindan beri rotalarga qo'shib o'tilgan asirlarga qarovullik navbati kelganda yo'qab ketadigan, boshqalari ularning nega ketganligini yo'shiradigan ahvollar yuz beryotidi. Yo'shirdiganlar burunqilardanmi? Yo'q, qo'shilganlardan. Nizomiddin o'ylanib qoldi. Surishtirilmadimi? Surishtirildi, yo'ldosh polkovnik. Natija chiqmayotidi. Polkovnikning qo'shimisi turilib, ko'zlari atrofida ushoq qo'riqlar ko'rindi. Bunda holat u jiddiylashganda paydo bo'ladi. Ularni yaxshi tomoq, esil aroqlar bilan mehmon qil. Anvar taajjublandi. Ha? Ondan surishtirish hammani o'zir so'zlaydi. Sen texicha dushmaningning mijoz xulqini bilmamsan? Qaytishga ruxsat qiling. Bugundan qolmasin. Xo'p, bo'ladi. Qayt. Anvar burilib chiqib ketdi va udul xo'jalik bo'limiga kirib tomoq zakaz qildi. 8 xil saylik 4 jo'za, 8 botlika oqaroq, 8 botlika qizlaroq, 24 qacha manpar. Naganda etilib qoladigan o'qlarni hisobga olmaganda, Yinju xuda tinch, jimjit jangchilik hayot yana boshlanib qoldi. Lekin bu jimjitlikning oqibati nima bo'lganligini hech kim aytib berolmaydi. Jangchi qalbi albatta yana bu janglarning bo'lishini sezatdi-yu, qaysi tariqada bo'ladi, buni aytib berish qiyin edi. Hozir jangchilarning eng ko'ngillik ishi o'tgan kechganlarni so'zlash edi. Shunga Jamoliddin bilan Arash Abdullayni unmag'anga qo'ymay, o'zilib qolgan sarguzashtini so'zlashga ilib chiqdi. Soat 12da menga qarovullik navbati keladi, deydi Abdullay kayniga sho'xcho'p. Uningga qo'yamdi. İkisi uning ikki bilikidan tutib, tartib zo'rlaydi. Soat 12gacha so'zlaysan, mushu yerdilla qarovulliqingga borsan. Tatliq uyquni buzishmi yo'q. Ular qora yog'och tuviga kelib o'ltirishdi. Bu yerga bugun Nadim bilan Rayhonning kelmaginiga hayron bo'lgan varisjon yonpashlab yotgan yiliqi qo'mishliq yenidan keldi. Men manglay. Abduvali hikoyasining oxirini so'zlashga tushdi. Shunda qilib, Axtar bo'yi bilan kelishib qoldik. Men savod chiqardiganlarni o'qitib bo'lib, al oyga beslagandan keyin ularning uyining keyindagi yo'g'on boqqa borman. Axtar bo'yi ota-onasi qattiq uyquga ketgan chog'da asta boqqa chiqidi. Shu yerda uchrashib turadigan bo'ldik. Biz bir-birimizga shundoq ichakishib ketdikki, 1-2 kun ko'risholmay qolsak, turolmay qilishotdik. Qish oylari kelganda bizning ko'rishimiz qiyinlashdi. Buningga yana Axtar buvi amal topdi. U dadisidan shuncha qo'rqsimi, yarim kechalar mezgilida dadisining koni juva, quloqcha kiyimlarini kiyib, xuddi bir erkishdek suratda bizning yotoqqa keladi. Men kuyuk, ishq muhabbatda erlarga qaraganda qizlar chingmikin deyman. O'z muhabbatiga sodiqlik, vafodorlikda agar beshiga mangulik judolik kelsa, o'zini o'ltirib olgan qizlarni ko'rdim. Ular kuyukdimi shundoq, vafo aqidadimi shundoq. U kelganda meni izor tartqizib quruq kelmaydi. Tuxum po'shkili, samsa, pishqan go'shtlarni ilib keladi. Texi qarab o'ltirib menga yegizmigicha ko'ngli tinmaydi. Bir kuni u beshini ko'ksimga qo'yib turib so'radi.
Abduvali, meni rast alamsiz? Onun suali meni ta'jublandirdi. Bu nim degininiz? So'rayapman-da. U ko'zlarini xumalashtirib, ko'zimning ichiga qarab turadi. Almaychu? Rastmi? Rast bo'lmaychu? U har qachon meningdan ustun turadi. Amsa nimishqa uyga kishi kirgizmaysiz? Rastımni aytsam, men bu to'g'riliq texi o'ylashmagan edim. Lekin o'ylamabdiman degili bo'lamdi. Siz bilan maslahat qilmoqchi edim. Kishi kirgizsam, dadangiz unarmi? Dedim. Dadam unamay qolsa, qanday qilasiz? Uning savollariga javob berish tez edi. Unamay qolsa bo'pti deyotgansizda? Yo'q, bir ilojini qilarmiz. Dadam rost unmasligi mumkin. Unmasa qechishni o'ylamadingizmi? Men cho'chib ketdim. Qechish? Bizning bu yerda ilib qochmagan ar emas deydigan gap bor. Men bundaq gapni anglagan bo'lsammi, lekin bir o'qituvchi uchun bundaq qilish nomusqu deb o'ylaydim. Ishkaynik tartsa, balki shundaqmi qilarmiz, dedim. Texi apqich o'ylanmasa, o'ylangandek bo'lmaydigan. Qechib tegmasa, puxadan chiqmaydigan. Uning siz o'tgan to'yning e'tiborimi bo'lmaydigan odatmi bor, dedi Axtar buvi kulib turib. Ikkimizning maslahati shu bo'ldi. Baharda to'y qildigan bo'lib kelishdik. Bahar oylarimi keldi. Bezining bir oqsoqoli bilan yerlik bir peshqadam o'qituvchini elchilikka ma'g'uzdim. Birinchi qatimda dadasi maslahat qilayli debdi. Ikkinchi qatimda u mening qizimning xili emas, ham undaq dahrining bolasiga berdigan qizimmi yo'q debdi. Xili emas degini gaday ko'rayotgani. Dahrining bolasi degini dadamni dinsiz degini edi. Amdi dadamni nimishqa dahri deydi, buni azroq so'zlay. Dadam kambag'al bo'lgan bilan kitob o'qiy oladigan, arab, faris tillaridan azroq savodli, ko'ni shoirlarning she'rlarini pishiq biladigan, o'zimi ancha-muncha she'r yozib qo'ydigan odam edi. Dadam dinsiz emas, ammo yaxshi yomon ishlar peshoniga yozilgan bo'ladi deydigan xurofiy qarashlarga qarshi odam edi. Bir kuni mahallamizdagi nazarida katta masjidning bir mashhur imomi xatmi Qur'on qilibdi. Tugandan keyin dadam, taqsir, nazarchiroq deganda musibat to'g'risidagi oyat o'qilishi lozim. Sizlarning bu o'qiganlari ko'chat yetishtirish, asrash to'g'risidagi oyat. Mundaq qilsa bo'lamdi, debdi. Shuning bilan nihoyat o'sal holga tushib qolgan imom dadamga ko'ngilda o'chmanlik saqlab yuribdi. Yana kunlarning birida shu imomning xotini o'lib ketib, 40 to'shmayla o'linishdan ko'yga tushibdi va shu mahalladagi bir tul xotinning uyiga xuftan namozdan keyin kirib ketadiganligini, bomdod namoziga shu uydan chiqadiganligini kishilar ko'rib qopti. Xutbaga chiqib olib, doim insof, axloq, diyonat, hayo to'g'risida tinmay va'z etadigan bu imomning rasvochiliklaridan g'azablangan dadam mundoq she'r yozibdi. Bor ekan bu yurt imomi yeshi 72 da. Deydikan ko'ygan zinoxo'rlar do'zaxning taktida. Bir kuni tasodifan qazo yetib xotiniga, qaptu navra chavrisi ko'z yosh to'kib mung ilkida. Bu qazo 40 texi to'shmay turib nafsi teshib, har yonga qatirabdi imom o'linishning qasdida. Uchirtib qaptu uni asli mahalla bir kuni, chiqqinini bir tul xotinning uyidan tun kechida. Ağızda hatem, amelda u zinaxor bedbeşer, boptu rast resvai alem el cemaat közüçe. Bilmedim qadir xuda bergey ana qandaq jaza, xop bular qandaq jaza hem bu süpet şermendige. Dadamning bu she'ri el ichiga tarqilib, jamoat ichida zo'r qiziqish paydo qilibdi. Heliqi imomning buning bilan o'chmanligi texmi kuchayib, dadamni ahli ulamolar sha'niga dog' tushirdi deb mahkama shariga chiqibdi. Uning chaqusi bilan dadam mahkama shariga chaqirilib, 60 darra urush buyurilibdi. Shu chog'dagi g'uljining ilg'or, xalqparvar odami Avakkir Shengan bu ishga aralashib, dadamni 60 darradan qutqizib qopti. Dadamning ichi kuchlik, nohaq ishlarga g'azabini yo'shirolmaydigan odam bo'lg'achqa, bir kuni yana bir so'rinda yaxshi yomon ishlar peshoniga yozilgan, bandining uni ko'rmiki barhaq deyilayotganda dadam g'azabini bosolmay Umar Hayyomining muno she'rini o'qibdi. Azaldin liyimni atkanti xoliq, qilmoqchi ishimni bilmish u iniq. Har gunoh qilsammu hukmidin qildim, mahsharda jazolash bu nechuk mantiq. Shuning bilan dadam
yana mahkama shariga chaqirilib, avvalgi gunohlarga tavba qilmay, yana ustlab gunoh o'tkazdi deb 100 darriga buyurilibdi. Buningga yana Avakir Shengan aralashib, 50 darrini so'rvalgan bo'lsa-mu, lekin dadam qolgan 50 darrining zarbisi bilan 3 oydan keyin olamdan o'tdi. Axtar buvining dadasining dadamni dahri, meni dahrining bolasi deyishi mushu vajidan edi. Nurg'un odamlar bizning ishimizga aralashdi. Balalarimizning og'ziga ilm silyotidi. O'zi yavash, oq qorni farq etgan bola. Buningdan yengilmislar deyishdi. Lekin u degan gapidan yonmadi va Axtar buni uydan chiqarmaydigan bo'ldi. Ham o'qitayotgan kichik bolasini maktabdan chiqarib oldi. Bizning ko'rishmikimizmi qiyinlashdi. Hatto qichish uchun maslahatmi qilolmaydigan holga keldik. Yoz oylarimi keldi. Vaqt bo'lsa chopqandek tez o'tyotidi. Qanday qilish kerak? Taqdir degan mushu deb yuramdiq. Bir kuni kechida big'ga bordim va buduni bo'lib sayridim. Axtar buvi ovozimni anglab boqqa chiqdi. Chiqdida meni ko'rib o'zini otdi. O'ksib yig'lab ketdi. Qancha bazlasammo to'xtar emas edi. Oxiri u, siz uydagi ishlarni bilmaysiz. Meni ara o'standagi bir boyga to'qalliqqa bermoqchi bo'lyotidi, dedi yig'lab turib. Ko'risholmaydigan o'xshaymiz deb bek qo'rqqan edim. Undaq bo'lsa qachayli, dedim men jiddiylashib. Sizmi, menmi tayyorligimizni qilayli. O'gunlikka yarim kechida mahaldan chiqib ketimiz. Uchrashadigan yerimiz yolg'iz sugat. Qaçdiq. Tang suzilishning oldida To'qayga, yiroq tuqqanimizning uyiga yetib bordik. 4 kun o'tgandan keyin bizni izlab Shangyoning 2 odami To'qayga keldi. Bu yerdagi yoshlar bizga bo'lishganlikdan ular Axtar buvini ektalmadi. Buning bilan ular jimib qolmaydi. Yana keladi deb o'ylab shaharga qochmoqchi bo'lib turatdik. 2 qurolliq cherik bilan hiliqi ikkisi kelib qoldi. Hikoyaga toza berilib ketgan Jamoliddin chidayolmay vaqirvatdi. Ahmaq, dastlabla shaharga qochmay, nima foydasi bor yaqin yerga qochganning? Biz mundaq o'ylabdik, dedi Abduvali hikoyasini davomlashtirib. Bular ish bo'ldi. Endi ikkisining nikoyasini qilib qo'yayli, demdikin deb qopdimiz. Xayr, biz kechikib qopdik. Shuning bilan Axtar buvini muktirib o'tib, men Abraltiga yamashdim. Ular meni ko'rib qilib, keynimdan qo'g'lidi. Dastlab menga yetishib olgan chirikni bir musht bilanla tog'dan do'miltibatdim. Qolgan uchi 3 tarafimdan qorshab, meni tutib oldi va o'lgudek urishdi. Ondan put-qo'limni bog'lab, shaharga elib mandi. Axtar buning nima bo'lganligini bilolmadim. Meni bosh soqchiga akirib solab qo'ydi. Akirgan kunning ertasi chirikni urg'anim uchun menimi hushimdan ketguncha urdi. Shuningdan keyin mening bilan hech kimning kori bo'lmadi. 2 oydan ko'proq yotdim. Yo so'roq qilmadi, yo chiqirib etmadi. Oxir sizlar soqchi idorasini olgan kuni ozod bo'lib chiqdimda qo'limga miltiq oldim. Udul berib Axtar buning dadasini atmoqchi bo'ldim. Lekin komandirlar yo'l qo'ymadi. Hozirgi paytdagi asosiy dushman mustabid qo'mindan hokimiyati ekanligini, uni yo'qotmoqcha erkin ozod bo'lolmaydiganligimizni tushundirdi. Urushga qatnashib ketdim. Sizlar bilan mana mushu yergacha keldim. Ichinishli yeri urushga mingishdan yarim soat ilgari Axtar buvining meni izlab shaharga kirganligini angladim. Biroq men gazarmadan shaharga tusholmadim. Chunki jangovar yurish signali yo'l qo'ymadi. Bu yoqqa otlanib ketdik. Axtar buvi mening hayot ekanligimni anglab xushal bo'lgandi. Ajoyib shirin umidlar bilan shaharga kirgan bo'lg'aydi. Azroq kechikib qolganligidan qattiq o'kingandi. Bularni o'ylasam ichim titit bo'ladi. Azoblanaman, o'rtinaman. Amal qancha? Jangovar sap shundoq bo'ldi ekan. Xat yozay desam, dadasining qo'liga tushib qolarmikin deb ansirayman. Arash bilan Jamoliddin hikoyaning oxirini anglaganda xuddi Abduvaliga o'xshash Axtar buviga cho'nqur ichindi, qayg'urdi, azoblandi. Varisjonchu, u o'ziga ichindi. Kashki uning va'dalashgan shundoq yori bo'lsa-chu, agar Rayhon uningga yor bo'lgan bo'lsa, uning yo'lida qancha jafolarni tortib ketsa, hijronlik o'tida to'lg'inib ko'ysa, u o'zidan qanchalik rozi bo'lib ketar edi-ya? Baxt degan shu emasmi? Shundoq ajoyib qismat nimishqa uning peshonasiga putilmagandi? U avval ichida o'zini tilladi, ondan nodamni tilladi. Rayhonning beshini aylantirmagan bo'lsa, bundoq azobqimi qolmagan bo'lar edim. Ular o'rnidan qo'zg'alganda
Soatmi 12 bo'lay deb qolgan edi. To'lgan oyningmi tiniq osmonga chiqqaniga xili bo'ldi. Kayfi uchqan Abduvali qorovulliqiga asta mangdi. Davomi bor.